Assalamu alaykum muhtaram televizorchilar. Erkin Asiya Radiosi televiziyasining Heptilik Xewerler programmasini ko'rib o'tasizlar. Heytinglar mübarək bo'lsin. Ro'ziyat xosiyati bilan butun dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni qizg'in qutlaqlaymiz. Heytinglar qutlaq bo'lsin. Bu qitimliq programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Ulug' Ro'ziyat munosabati bilan ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim radiomiz orqali dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Uyg'urlarga heyitlik salom yo'lladi. O heyitlik salomlardan keyin Xitoy ichidagi Uyg'urlarning har xil besimlar, turma tahdidi va hatto o'lim xavfi ostida bu yillik Ramazonni tamomlaganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Shundaqdimi Uyg'ur xalqi botirlik bilan Ramazonni to'liq tamomladi. Men xalqimning bu ro'yiga afrin o'qiyman. Xalqim tortgan azob oqibatlar, shehidlar to'kkan qonlar tufayli vatanimiz ozodlikqa erishgisi." U oxirida Xitoy turmisining ichki sirtida vafot bo'lgan shehidlarning oila tavobatlaridan hol so'raydiganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylarida hijrat yashayotgan Uyg'urlar bu yillik hit namozini o'zlari turishlik allarda jamoat bo'lishib birlikda o'qishdi. Amerika poytaxti Washington va atrofida yashayotgan Uyg'urlar bu qitimqi ro'za hit namozini turk jamoati bilan birga o'qidi. Turk imom hit xutbasida Sharq Turkiston qatorliq joylardagi musulmonlar chekayotgan zulmlarga xotim berilmagicha musulmon dunyosida haqiqiy ma'nodagi bayram kayfiyati yoritilmaydiganligini bildirdi. Uyg'urlar duolarda Xotan va Pichan qatorliq joylarda yuz bergan qonliq to'qinishlarda hayotidan ayrilgan Uyg'urlarga Allohdan rahmat, ularning oila tavobatlariga omonlik va xotirjamlik tiladi. Uyg'urlar bu yillik hit namozini har qaysi Yevropa ellari, Turkiya, Yaponiya qatorliq davlatlardami to'plashib o'qidi. 1997 yil 5 fevral g'ulji voqeasidan keyin muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan qo'rg'oslik Farhod Mullaxon 3-avgust 49 yoshida turmada vafot bo'lgan. Farhodning yaqin tonishi bo'lgan Gollandiyadagi Baxtiyor Nosirning bildirishicha, Farhod Mullaxon 1998 yil kuzda Suydong bozoridagi yezi qadiri Azmaxonni o'ldirish voqeasiga qatnashgan degan gumon bilan tutqun qilingan 36 nafar Uyg'ur yosh bilan birga qo'lga olingan. Uningga 2 yil kechiktirib o'lim jazosi berilib, keyin muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartirilgan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, soqchilar 3-avgust Farhod Mullaxonning Qo'rg'os noyisi Sudon bozoridagi oilasiga uqtirish qilib, Farhod Mullaxonning emgak maydonida kesili qo'zg'alib, doktorxonada jon uzganligini bildirgan. Navbatda Farhod Mullaxonni yaqindan taniydiganlar uning turmida o'z ajili bilan o'lganlikka gumonliq deb qaraydiganligini bildirmoqda. Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom Siyasi Qanun Komitetining sekretari Shungshengo 5-avgust Abdunum Rayonluq sud xizmat yig'inida so'z qilib, ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash xalq sud mahkamalarining birinchi darajalik mas'uliyati ekanligini bildirgan. U sud mahkamalarini siyosiy va mas'uliyat tonishini alayda gavdalantirishni talab qilgan. Lekin uning so'zi ba'zi kishilik huquq advokatlarining tanqidiga uchirdi. Beijingdagi kishilik huquq advokati Jang Tianyongning qarshicha Shungshengoning so'zi sudni siyosiylashtirishning tipik o'rnagi. Jang Tianyong Xitoy doiralarining Uyg'ur elida qonunni bir chetga qayirib qo'yib, siyosat bilan ish bajarayotganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Sudchilarning vazifasi siyosatni ta'kidlash emas, qonunni ijro qilish." 7 yoshli o'g'lini Xitoy qaroqchining qo'lidan qutqizib olgan va qaroqchini jazolamagan Dalian soqchilari ustidan arz qilayotgan Nurungul To'xti bultur 6-oyda 2-chi qatim tutqun qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, doiralar hozirgacha Nurungul To'xtining oilasiga u vaqtda hech qanday uchur bermagan. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan 3-Turpan qamoqxonasining bir xodimi Nurungul To'xtining texnik qamoqxonada ekanligini oshkorladi. Nurungul To'xti bultur 3-oyda bir turkum arzdor sabdoshlari bilan birlikda Markaziy intizom tekshirish komiteti oldida to'plashib, norozilik namoyish o'tkazgan. U 5-oyning o'tirlari yurtiga qaytib olganda 3-Turpan jamoat xavfsizlik tarmoqlari tomonidan so'roq qilingan va 6-oyning 4-kuni tutqun qilingan. 2-avgust Cuma kuni Kashqurun Shvetsiya Uyg'ur ma'arif uyushmasi tashkillagan iftor ziyofatiga Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoatini asos qilgan holda Shvetsiya musulmonlari tinchlik va adolat jamiyati, Shvetsiya islom birligi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Shvetsiyadagi ishxonasidan bo'lib jami 160 dan ortiq odam qatnashdi. Bu qitimqi mo'l mazmunli iftorlik faoliyatining kun tartibida Uyg'urlar haqidagi muhokama markaziy tema sifatida o'rin oldi.
Aldı bilan Shvetsiyadagi qeyrindosh musulmon tashkilotlarining vakillari so'zga chiqib, o'zlarining Uyg'urlarga va Uyg'urlar vatandagi musulmonlarga cho'nqur hesdashligini bildirdi. Ondan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining raisi Nijat Turg'un shvet tilida unutilgan el Sharqi Turkiston temasida maxsus do'xlat berdi. Nijat Turg'un do'xlatida 1000 yillardan buyon islom aqidasi bilan yashab kelgan hamda dunyo madaniyatiga o'chmas to'kpilarni qo'shgan Uyg'urlarning bugungi kunda o'z vatanida ig'ir darajada milliy va diniy jihatdagi bostirishga duch kelayotganligini, siyosiy jihatdan dunyoning qiziq nuqtalari bilan selishtirganda unutilgan rayon bo'lib qolganligini ta'kidladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi televiziyasining Heptilik Xewerler programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.